Assalomu alaykum aka-ukalar. Xo'p, bugun sizlar bilan yana Saydulla Eshmatov kanalini sizlar kuzatyapsizlar aka-ukalar. Mana biz katta kottejda ikkinchi etajini tugatish jarayonida. Xo'p, aka-ukalar, manakay. Endi kimlar uchun oddiy abishni endi iloji bo'lgan qadar kачественный chiqarish harakatida chiqarishga harakat qilyapmiz kачественный. O'g'illarga almirappa hech narsa tartilgan qurib o'zi. Rapa tartmaymiz, o'z rapaga ish yo'q orada. Ana ko'plar. Xo'p, musorga ahamiyat bermaysizlar, hali musor tozalig'imiz yo'q. Mana ko'plar. Pravilan qo'yib ko'rsam cho'tga o'tiradigan yer endi. Yaxshi masligini qaytib bilish mumkin desalarimiz. Lekin o'zi video aytib turibdi. Pravila qo'ysa qo'ymasa musulmon qurilgan mana. Mana kosimizga bir baho beringizlar qon. Qanday chapda. Ko'p stagega bo'lgan. Qoli. Mana ko'klar. Mana ko'klar. Xo'p, mana. Mana. Hali bu daraxtlar salafani ochilgan yo'q. Salafani ochilsa, ya toza turibdi. Ishlagan aka-ukalarimiz bilan buni. Okay. Mana ikkinchi bo'lgan diraga. Qaldraga qosib baho beringizlar qonim. Aka-ukalar. Musulga ahamiyat bermaysizlar, buni kadorjon qilsak. Hozir ikkinchi potokda oid pastdan sevyapmiz mashinkalar. Suvlar ulayapti, suvlar pastdan ulayapti. Birinchi etajdan podvol, birinchi etaj qoldi aka-ukalar lestvica bilan. Mana. Aka-ukalar. Hozir yana ko'rsataman sizlarga. Mana aka-ukalar, bu derazalar abishni koslar. Mana kay. Baho berasizlar qonim. Problem qo'yib ko'rsatardim sizlarga, lekin hozir problem sal naryoqda xonada yotgan ekanda. Mana aka-ukalar. Baho berasizlar. Bu ikkinchi patil qotib tartilganda shuni oppoq. Tak bu bilan strashniy narsasi yo'q. Buni biladi aka-ukalarimiz ishlaganlar. Mana aka-ukalar.
Qandaydir qorong'i bo'lyapti. Mana ko'klar. Hop, ko'klar kuzatishda davom etasizlar. Yana qiziq bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yasizlar, yana biz chiqarishda davom etaveramiz. Zo'r sifatli yaxshilardan qiziqqan ko'klarimiz uchun. Hop, lisensiyalarni qilsak, lisensiyaning ham syomkasini chiqaraman ko'klar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yana ko'rishguncha.